Siz tradersiz, sizda $500 pul bor. O'sha pulni real brokerga tashlab ishlagan yaxshimi yoki o'sha pulga prop kompaniyadan 100 minglik hisob sotib olib, unda ishlagan yaxshimi? Qaysi biri afzal? Men hozir sizlarga o'zimning shaxsiy fikrlarimni bildirib o'taman. Agar sizda $500 pul bo'lsa va mana shu pul bilan real bozorga kirganingizda sizda qanaqa kamchiliklar yoki nuqsonlar kuzatiladi? Birinchi o'rinda siz qilayotgan foydangizga qoniqmaysiz. Chunki misol uchun $500 dan kuniga 1% daromad qilsangiz, bu $5 degani va bu foyda sizga umuman qoniqarsiz hisoblanadi va siz foydani oshiraman degan maqsadda katta risklarga borasiz va buning oqibatida depozitingizni to'liq yoki juda ham ko'p qismini yo'qotib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, real hisobga yo'qotilayotgan har bir dollar sizning psixologiyangizga juda ham salbiy ta'sir o'tkazadi va sizning psixologiyangizni bosim ostiga solib qo'yadi. 100 minglik prop hisobda misol uchun oyga siz 5% daromad qilsangiz ham sizga mana shunday yeta oladi. Chunki 5% daromad $5000 degani, siz o'shani 80% ga egalik qilgan taqdiringizda ham bu $4000 tashkil qiladi. $4000 O'zbekiston sharoitida juda ham yaxshi ko'rsatkich. To'g'ri, hozirgi kunda juda ham ko'pchilik prop kompaniyalar qonun qoidalar masalasida qat'iy bo'lishgan. Siz arzimagan qoidani buzishingiz oqibatida ham prop kompaniya ishlagan pulingizni bermasligi mumkin. O'shaning uchun qaysi prop kompaniyada ishlamoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda uni reytingiga e'tibor qaratinglar va u qachondan beri ishlab kelayotganligini ham tekshiringlar va ana shundan keyingina barcha qonun qoidalarini o'qib chiqib, ulardan hisob sotib olinglar. Meni shaxsiy fikrim, prop kompaniya hisoblarida ishlagan ancha yaxshi.